hurmatli fuqarolar, biz o'sha bugun tadbirkorlik uchrashuvimiz bor. Nimaiki masalalar bo'lsa, murojaat qilib, bitmayotgan masala bo'lsa aytsani, ijobiy hal qilishga harakat qilamiz. Shundan keyin qanaqa masala bor sizlar? Yoshingiz kattaroq. Mana shu kredit olib o'yda ayron qilmoqchiman. Elimdan qarzim bor. Agar bersam, uni ayron qilib qolaman. Qanaqa to'lasiz aka? Qaysi yo'nalishdan? Bizda har qanaqa bor, mahalla biznesimiz bor. Mahalladan bolaga pasportni bering. Pasportni tushuningizda, mana yo'ldan qaraman, pasportingiz bersiz o'zi kartamni ko'rib berishadi. Nima uchun o'sha masala ko'tariladi? O'sha ko'rib tekshirib berilsa, bo'ladi. Masala yo'q, aytamiz, ko'rib berishadi. Xudo xolisa. Aka, sizda nima masala bor? Mana shu kirdi masalasi keldi, yoshdan qo'rqib. Necha vaqt qilib o'tishgan. Qanchaga ariza qoldiryapsiz? Summa qancha bo'lmoqda? 50 million. 50 million. Ma'lum miqdorda aytmadi. Shu uchun oldim. Bo'ldi, hujjatlarni berdingizmi? Berdim to'g'ri. Bo'ldi, iloji bo'lsa bo'lsa, ko'rib berishadi, ha? Xudo xolisa, kelgan joydan makonasiga harakat qilamiz. Bo'ldi, aka. Sizda-chi? Xudo xolisa birinchisi chiroyli yakunlayapsiz. Yana sizga bitta tavsiyam, birinchisi yakunlash, mana ikkinchisini olyapsiz-ku, agar buni ham chiroyli yopsangiz, uchinchi summangiz ko'payib boradi. Mana birinchi 30 milliongacha, 33 milliongacha, hozir 50 milliongacha qo'yamiz. 50 millionni agar chiroyli yopib bersangiz, 100 milliongacha qilib berilyapti. Yo'q, maqsad emas, 100 ga ko'rdim, mana bolalarga qilyapsiz-ku, masala yo'q. Agar chiroyli vaqt yopib bersangiz, xudo xolisa kengaytiramiz desangiz, boshqa joyga ko'chiraman desangiz ham masala yo'q, xudo xolisa. Yordam beramiz. Bo'ldi, xudo xolisa sizlarga o'sha fermerlarimiznikini aka, respublika bilan gaplashamanda hal qilamiz sizlarga aka. Bu hal bo'lavermasi, o'sha shartnoma qilamiz aka. Hech de fermerga tushunmayman. Sizlarga nima masalalar? Summa qanchaga? 50 millionga. Bo'lyapti, xudo xolisa masala bo'lsa ayting, xudo xolisa ijobiy hal qilamiz. Masala biz tomondan bo'lsa hal qilamiz agar o'zingiz tomondan kamchilikni yakunlayversiz. Nechta? Biz bunaqa katta summamiz. Olsa bilan mahallada. Hozir uni xudo xolisa siz xodimlar kelayotgan odamga tez bitkizib bugun yakunlayverishadi. Bo'ldi, nima masalalar bo'lsa, Haligi ham shu 6 million, 8 million. bo'ldi. Qaysi mahalla sizniki? Navbahor bilib olinglar, bizning ko'pchiliklar ishlarga ko'rdingizmi? Nechamiz yetmayotgan. Navbahorga mahalla bankiga telefon olib, shu orqali ham bog'laning. Tez o'tish bitadi, badalga vaqt qo'yasizlar. Navbahor qo'ying. Ana keyin uyda misol uchun har holatda o'shaning tez sizniki qaysi mahalla? Navbahor. Mana shu o'sha Navbahorga bir kilometr mahalladan kelib, nima masala bo'lsa yordam beringlar. Mas'ullar rahmat qilinglar, vaqt yo'qligini tushunib,